Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli körülmelerimiz. İslam'a biz programımızın 132. saniyede görüşümlerini karşılayalımız. Ben Abdullah Yalqın. Kadirli körülmelerimiz, elbette yıllardan bu yan devam kılvatımız bu programını. Arada 2 aydak üzülüp kaldı. Hem ustazının başka işlere sebeplik. Her haftada devamlaştırıp kılvatımız. Allah ömür bergen müddet geçe inşallah. Bunun din kim o? Devamlaştırışıq tirişimiz. Bu jarayonda albatta programımızın məzmunları içideki her bölümde ayrım tema qilib sözləniyotgan barlıq temalarni ma'lum bo'lgandek her bir musulmon cho'qim Qur'on va sunnat nuri ostida tushunish kerak bo'lgan temalarni nihoyatda tushunishli qilib tushuntirib sunishga tirishyapmiz. Elbette bu söylengen barlıq məzmunlarını layıqıda düşünüp, şununla göre əməl qilish nimetini Allah'tan ata qilishini tövəncək bilen sorayımız Rabbimizden. İnşallah bugünden başlayıp, yani bugünkü temamızın tünükün elanımızda bəgəndək. Muhammed aleyhisselam sallallahu aleyhi ve sellem her qandaq işte ülge diyen temada toxtulduğanlığımızı elan bəgəndik. Bunu inşallah yurtdışqa tirişimiz programımızdan daimlik aziz mehmeni hem Allah tanışıq bolğan hörmətli ustaz Şərq Türkistan Ölüm Ala Birliği azası şundaqla Dünya Müslüman Alimlər Birliği azası Abdurrahman Cemal Kaşqari'ni təklif qıldıq. Qimmatli vaxtını çıxırıb qadam təşərrüf bəgərlik üçün köp rəhmət etimiz. Allah razı olsun. Qadirli görmələrimiz programımız YouTube ve Facebook kanallarımız arqılıq Naq Meydandan tarqıtılıb otudu. Ekran aldı çıxıb durub atqan nömrəmiz şundaqla ictimai fişur vasitələrdəki əlaqə vasitələrimiz arqılıq programımızga alaqadar her qandaq fikir teklif bolsa, berişinglarni, suallarыңlar bolsa, soruşinglarni ümid qilamiz. Shundaqla köplеген qarindoshlarımızdan foydalanish uchun ham bahrlab qo'yishni ham unutmaysizlar. Albatta, bugungi temamizni ko'rgan biri o'ylab qilishi mumkin hamda. Bugun nima ish bu? Albatta biz 132 songa kelgan bo'lsak, har bir sonimizda Muhammed aleyhisselamning bizlerge ülge işgalligini tekrar ta'kidlab kelyapmiz. Hech qandaq bir tema Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemge alaqasız onun ismi tilga ilinmay sözləndiğən bir tema yo'q hamda. Nimaşqa bunu bilgan 132 sonimizga kelganda bu tema o'tirg'i qo'yilib qoldi degan savol kelishi mumkin. Ma'lum bo'lgandek, yaqinqi yillarda aramizdan bizga o'xshash so'zlagan bo'lsa-mu, payg'ambarsiz din tasavvur qilgan maxluqlar u yoq bu yoqdan bu millatni har xil shaklda ozdirish uchun va yoki payg'ambarsiz emasdiq biz deyotgan bo'lsa-mu, payg'ambarning so'zlaridan, yo'l yo'riqlaridan chimdab, ya'ni o'zining xohishiga xo'sh yoqqanini chimdab oladigan, qabul qiladigan, xo'sh yoqmaganini va yoki u kamtuk aqlidan o'tkazolmaganlarni butunlay inkor qiladigan ba'zi qisqichbaqa maxluqlar var hamda. Bu albatta u yoq bu yoqdan to'plarga, uçurlarga qarasaqmi, bu safsatlarni yeyayotgan bir sharoitda, muhitda yashayapmiz. Shunga balki inshaalloh bugungi temamiz ularning bir to'g'ri bo'lishi mumkin. Shuning uchun Rabbim undaq azg'un fikrlardan hammamizni o'z panohida saqlasin deb duo qilamiz albatta. Ustoz, unda olsa boshlab ketsak, oldi bilan Muhammed aleyhisselam kim degan savoldan boshlaylik. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Allah hamsına peygamberimizge dua salamlar olsun. Elbette bu sualın sorga vaqtda kichik bolam bildigan savol nima ish qildi deyish mumkin bilgan qarindoshlar. Biz bu yer peygamberimizning nasbi haqida to'xtalmaymiz, mayli bildim. Ya peygamberimizningki sira, tarjimon haqida to'xtalmaymiz. Peygamberimizningki ko'plagan kishilar bilsimi, anqiramayotgan, anglagan bo'lsimi, e'tirof qilg'isi kelmayotgan siyosiy kimlik haqida to'xtalamiz. Chunki ko'plagan kishilar, ya'ni ko'plagan musulmonlarga qarasa, payg'ambarimizning diniy jihatdan o'lgi deb qaraydi. Sunnatni inkor qiladigan ozg'in fasiqlarni hisob qilmagan vaqtida diniy jihatdan o'lga, axloqiy jihatdan o'lga deb turgan ko'plagan musulmon. Ammo siyosiy harakat jihatdan siyasi noktadan bu peygamber ölge degan bu noktada köplagan kishilarga nisbatan bilinmagan tim bo'lishi kerak. Shunga bu noktadan bu masalani yoritishga tirishamiz. Xo'sh.
Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam özden ilgiri yaşayan barlıq peygamberlerinki hususiyetlerini ve olaylıklarını özüde mücessemleştirgen peygamber olup bilen barlıq insaniyetin yetekçisi. İlgir ötken kançılık peygamber olgan bolsa, bu peygamberdi ba alaylık. Birisi davet alaylık, davet hemmisi de ba. Birisi siyasi alaylık, birisi de hüne alaylık, yani birisi de yan bir alaylık diyen koşaş. Her bir peygamberinin başkası fark edilgen bir alaylık var. Bu alaylıklardan hemmisi özünü mücessemleştirgen peygamber olup bilen barlıq insaniyetin yetekçisi hesaplanır. Müslümanlarda sırt. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam dünyavi peygamber. En ahirki peygamber. Peygamberimiz dünyaya amallık, tinçlik, hürlük, adalet ep gelgen peygamber. Eğer bu peygamberin hayatı qaraydigan bolsa, şu davrdagi bugungi Rus bilan Amerika o'sha cho'ng ichki imperiya va undan boshqa paj-parat davlatlar yashagan holat qarasa, keyin davomlashgan islom madaniyati qarasa, bu yerda tinchlik, amallik, hurlik, adolatni kim ep kelganligini aqli va insofli kishilar buni bilib yetalaydi. Xo'sh. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam hayat vaqtida asas qonunlar bekitilgan, hakim bilan fuqaroning huquq majburiyatlari aniq ayrilgan davlatni qurib chiqqan bir peygamber. Bu peygamber musulmonlarni bir ummat atalg'usida jamlagan, birlashtirgan peygamber. Bir ummatdan maqsad siyosiy birlik maqsad. Aqidasi o'zgacha har bir millatning yoki har bir qavminingki, ibodat o'zgacha boshqa dinda o'g'amiz, ammo siyosiy birlik asosida shakllantirilgan, ummat shakllantirilgan peygamber. Xo'sh. Bu peygamber her zaman bugün olsun ve bundan keyingi vaqt olsun insonlarga itiqat erkinligi, adalet, baraverlik jihatdan örnek bo'la oladigan insani medeniyet shakllantirgan peygamber. Bu peygamberimizden bu kimliklerini bilish intayin muhim. Xo'sh. Peygamberimizden sübetler qatarida peygamberlik sübti var Muhammed Aleyhisselam'ın. Muftilik sübti var. Qazilik sübti var. Siyasilik sübti var. Devlet başkuğun, devlet kuğan sübetler var ve ondan başka sübetler var. Bu noktını peygamberimizden kimlik hakkında biliş bugünkü zamandaki Müslümanlar o'ngchi bo'lib ketgan, so'lchi bo'lib ketgan yoki jamiyat tasavvuri haqida yoki davlat tasavvuri haqida bir necha bo'lingan vaqtida bu Rasulullah'ninki peygamberimizning kimligini bilish bu intayin muhim. Çünkü bazı kişiler Müslümanlar ve başkalar peygamberimizden peygamber ekanligini itiraf qilsa-mu, lekin Muhammed Aleyhisselam'dan siyasi peygamberligini itiraf qilmaydi. Xo'sh. Peygamberimizden siyasi bir devlet kurganlığını itiraf qilmaydi. Bularning kallasida aytgan, bu Muhammed Aleyhisselam fakat diniy da'vat qilgan. İnsanlarni Allohga ibodat qilinglar, shirk keltirmanglar deb da'vat qilgan. Bu peygamberning devlet bilan aloqasi yo'q, hukumat bilan aloqasi yo'q, parlament bilan, shura bilan aloqasi yo'q. Bu peygamber devlet qurib boqmagan, hukumat bosh qurib boqmagan, bugungi zamonga o'xshab siyosiy lider, dunyoviy lider o'xshab bunda hukmni beshidan kechirib boqmagan deb qaraydigan insonlar bormi? Musulmonlarning ichidan va boshqalarmi? Bu hukmni kim tamsil qildi yoki bu kim ko'tarib chiqinglar yoki kim bozor saylarlik yoki kim amal qilinglar skolarizmchilar. Skolarizmchilarki peygamberimizga berayotgan bahasi yoki tangayotgan bo'xton shubhalar. Shu bu nuqtani bilish muhim. Shuning bilan birlikda yana bir qism insonlar bor. Xo'sh. Bular peygamberimizningki davlat qurganligini e'tirof qildi. Hukumat qurganligini e'tirof qildi. Siyosiy peygamber ekanligini e'tirof qildi. Lekin bular peygamberimiz qurgan bu davlatni faqat diniy davlat deb qaraydi. Yani aqli bilan aloqasi yo'q, ijtihod bilan aloqasi yo'q, manfaat bilan aloqasi yo'q. Qilgan ishning hammasi vahiy bilan chatishlar. Buningda insonning tafakkuri, tasavvuri, ijtihodi yo'q. Nima ish qilgan bo'lsa hammasi dinning ko'rsatmasi bilan, vahiy bilan bo'lgan aql faqat o'rin berilgan deb qaraydigan qatmal hukmdagi yana bir turkum insonlar bor. Bular kimlarsa Shialar, buning zamondagi Xavarij ideyskilar, bugungi zamondagi bir qism qaldiqlar bor, aninkaydan bir qism sharqshunoslar. Bu peygamber devlet qurgan, bu devlet nimasi diniy davlat. Bularning tasavvur sharqshunoslar nima uchun bu gapni qo'shdi olsa, sharqshunoslar Muhammed Aleyhisselam qurgan devlet
Yevropadagi diniy davlatga o'xshaydi deb qaraydi. Shunga ularni buningga qistirib o'tadi. Amaliyotda islomda Muhammad alayhissalom qurgan davlatda yoki islomningki davlat tasavvurida vahiy bilan aql birlashtirildi. Xo'sh. Vahiy yo'tlab mangdi, aql uni tafsir qildi, izohlaydi, tatbiqlaydi. İslamda dini bilan siyosadniki yoki dini bilan davlatning munosabatida Yevropadagi o'xshash ya katolik zamon yuz bergan uchun unda diniy davlat mavjud emas. Endi Shia xavorijlarga qaraydigan bo'lsa, bu islomdagi davlat faqat diniy davlat deb qaraydi. Ya'ni payg'ambarning aytgan qilganlarining hammasi vahiydan iborat, buning ijtihodga, tasavvurga, aqlga o'rin yo'q deb qaraydi. Ammo afsuski bu xato aqim tutib olganlar, Shia xavorij va boshqalar xato aqim tutib olganlar, islomning qoyillikni qabul qilmaydiganligini bilmaydi. Islomning diniy davlat atalg'usini qabul qilmaydiganligini bilmaydi. İslamningki ilohiy haq nomi bilan jamiyatda siyosat yurgizib qabul qilmaydiganligini bilmaydi. Chunki islom asos siyosiy prinsipni o'tirib qo'ydi. Qolgan masala kelgan chog'da mushu siyosiy prinsipning asosida aqllangan ishlar, tafakkur qilgan manfaatning asosida davlat boshqaradi. Buni bilmaydi bu. Şuna karşısında yani bir türkümleri var. Yani dinle cemiyetten ayrı öteş, dinle siyasetten ayrı öteş, dinle başka faaliyetten, siyasi hayattan ayrı öteş deyip qaraydiganlar var. Bu skolarizmchilar. Bu olay İslam dininin karakterininki, yoki bu İslam dininde bizga yetkizgan payg'ambarimizningki dinni siyasi hayatdan yoki diniy hayatdan ayirishni qabul qilmaydigan bo'lim bilmaydi. İşke dese xato aqim kirib olganlar, ishga desa to'g'ri yo'ldan ezib ketgan aqimlar. Xo'sh. Hem İslam qarasak, İslam o'ttir halliq ega berdi. Bu İslam payg'ambar alayhissalomning payg'ambarlik vazifasi bilan, yani ilahi vayin yetkizish bu vazifasi bilan siyosiy harakatni yoki siyosiy faoliyatni birlashtirdi. İlahi vayin yo'l ko'rsatdi, siyosiy harakat uning taqozosi bo'yicha olib berildi. Xo'sh. İslamda din bilan davlat ayrılmaydı. Vahiy bilan aql bir-biriga zid kelmaydi. Shunga islomdagi davlatni Yevropadagi o'xshash diniy davlat deb tasavvur qilish tamoman xato. Shunga o'xshash buni siyosiy hayotdan ayiritish urinish bu tamoman xato. Shunga bu payg'ambarimizningki bu kimligini, ya'ni siyosiy kimligini to'nigan vaqtimizda biz o'lgi tutgan chaqda, masjidgan chaqda o'lgiydi, namoz o'qigan chaqda o'lgiydi, tamoqni o'ng qo'li bilan yegan vaqtida yoki axloqni o'lgiydi emas, ijtimoiy hayotimizdami, siyosiy hayotimizdami, tashkilotchilik hayotimizdami, davlat qurish hayotimizdami payg'ambarni o'rnak qilishningki muhimligini, lozimligini, buning diniy e'tiqod masalasi ekanligini tushunib yetgan bo'ldi. Shunga bu masalalar bir o'ttirga qo'yish to'g'ri keldi. Allah razı olsun. Köpten köp rahmet. Hakikaten bu narslarni tushunmageçki yoki kamdek tushungeçki ve yoki şu azdırg'uchilarning har xil fitna fasadlari sababli xalqimiz tarixdan buyon shunchalik yani diniga hatto jiq savodi bo'lmasimi payg'ambar din so'zi so'zlansa o qadar hurmat bilan ashunga amal qilishga butun kuch bilan tirishadigan bir xalq ideyamdi bu. Ashundaq bir xalq to'qamdi, lekin mushu taraqqiyotning har xil ijtimoiy fikr vositalarining keng umumlashishiga ergashib har xil din nomida so'zlaydigan ozdirg'uvchilarningki ismini bo'lib ketsin tarafdan o bilmagandikin o xalqimda Qur'on hadis, Qur'onda manda degan, hadisda manda degan deb so'zlayotgan bo'lgandikin bir turkum kishilar ana shunda ezib ketish va yoki mush fikr to'g'ri o'xshaydi deb keyinga kirib ketish ahvollari bo'lib mush muhojiratdagi insonlarga kerak yo'qdi. Vatanimizda bo'lsa buni hech anglamadim. Na uning ta'sirini, na uni anglashga imkoniyat bermay hammani yo'qotadi. Allah bu mushunchalar foydalanishga tegishlik bir ne'matni tamamen balayı afet sifatida bu milletning nimasini o'zgartirish uchun tirishayotgan, kecha kunduz shuni harakat qilayotgan insonlar var. Allah hidoyat qilsin ularni. Endi mushu musulmonningki bu hayotida albatta yuqorida so'zlanganlarning hammasidan yani bir musulmon hayotida shu payg'ambarimizningki ishlaridan o'rnak edishi kerakligi chiqib turdi. Lekin bu yana bir savol sifatida bo'lsin.
Yani haqiqiy ulga elib mingishi kerak bo'lgan bir hatto bizga temamizin bilgan Peygamber Aleyhisselam Muhammed Aleyhisselam her işte her qandaq işte ulga dedi hamdi. Nimishqa har qandaq işte ulga hamdi. Bu ölgü meselesi Müslüman nispeten intayin mühim mesele. Çoğunlardan tatip küçükler kadar. Hoş. Küçükler misal kalsa bunun bir ölgüsü bulmasa hayatta örnek bulmaya kalsa bir gayesiz, nişansız bir balık aylanıp kalan. Özün mağdığa yolunu tabanmaydı. Bürkün oğun burulsa ertesi solu burulup mağdı. Şuna okşa çoğunlardı mı bir örnek ölge tutulamaya kalsa bir güne Leninizmçi oldu, bir güne Mavzudangçı oldu, yanı bir güne Baydangçı oldu. Yani bir güne bir şey oldu. Müslüman bolup kalsa çoğun bununki örnek enek ruçan buluş lazım. Xuddi siyasi jihatda bizdeki ko'k ranglik yoki av ranglik bayrog'imiz aniq bo'lganga o'xshash bu e'tiqod masalasimi bizningki o'ligimiz aniq bo'lish lozim. Mush o'ligining ruhiy asosida faoliyatni qanday olib borsak, buni zidlashmagan asosda u yo'l ochiq. Chunki Qur'oni Karim aniq keskin qilib laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Ey musulmonlar, sizning o'rnikinglar palani emas. Bunu şərqdən, qərbdən izləb yürüməklər dedi. Örnəklərini Muhammed Aleyhisselam dedi. Həmmiş örnək dedi. Fəqət ibadətdə örnək emas dedi. Əxlaqda örnək emas, həmmiş örnək dedi. Bunun örnək tutuş etiqad meselesi, iman meselesi, fərz məsələdir. Nemiş qalsa, limən kəni yarcullah və liyom. Əgər Allah'a qiyamət günü imanlı olsa, Muhammed Aleyhisselam tutmanızda örnək qılıb, ölüge qılıb, yetəkçi, lider qılıb. Əgər sizlər, ahiretli bizden işimiz yok. Bu dünyada nemiş qıysak, bunu qıplan. Bir iş qilsak bo'ldi sanlar, qiyomatga imonimiz yo'q desanglar, iymon ol saq bo'lsanglar, nima ish qilsanglar qilinglar. Agar iymon ol samimiy bo'lsanglar, qiyomat kuni har bir qilgan ishimiz to'g'ri bo'ldimi, xato bo'ldimi, islomga uyg'un bo'ldimi, zid bo'ldimi, millat foyda ekilyaptimi, zid ekilyaptimi, ziyon ekilyaptimi, buni o'ylab qilgan bo'lsanglar, Muhammad alayhisalom o'rnak tutinglar. Yo'lbosh tutinglar dedi. Yo'lboshchi bo'l desizlar. Xo'sh. Buni keskin qilib aytdi. Umuman yani bir ayette ve ala hulqin azim ahlak meselesinde örnek diyen olsa ma ayette yukarıda okulan ayette hem işte örnekti. Ama biz ahlak meselesi gelgen çam örnek tutamadık. Bizden kallımızı 5 vakit namaz okusak, roza gelse bir roz tutsak, azrak pul tapsak, bir ömre hacı kıysak, Müslümanlığımız tükdey deydiğen ayında hata okumak oldu. Hoş. Ondan başka siyaset kanda çökülsek, kanda tahdid elip basak, bizden niyetimiz yaxşı olgandiken kanda usulunu kullansak bulaverdi. Hele ona örnek, hele buna ölüge tutsak bol deydiğen bir hata eken evcanmaktır. Bu itiqat noktasından qaraydigan mesele bu ölüge bu. Yukarıda Peygamberimizdeki hakimlik sübti vardır. Muftilik sübti var, qazılık sübti var, siyasiyuluk sübti vardır. Hoş. Bu benim gibi emas, bu alimler köp toxtalgan tema bu. Hoş. Peygamberimiz Müslümanlarga emas, insaniyetga hemmiş ölüge. Eğer Peygamberimizden yol tutmadan bulup kalsa, bugünkü dünyadaki veyrançılık, insan kılınvatkan, ırkı kırgançılık, kulluk tamamen tükken buladı. Eğer Peygamberimizden söze tutulgan olsa, o cemiyette, o devlette, bu devlette, yak birleşken devlette de, insan hukuku emelge aşkan buladı. İnsanlar adalet bilen yaşagan buladı. Öyle halette nefes ağım qaysı itiqatda yaştan qat nazar, qanday ibadet qilishdan qat nazar erkin nefes ala algan bo'ladi. Xo'sh. Peygamberimiz ölgü. Nimede hemmişti erkin. Peygamberimizden hemmişi qarsak örnek var, ölgü var. Gep sözler qarsak hemmisi örnek var. İbadet edemi şunda, ahlakı da şunda. Bunu emmeyden bildi. Davetde, muftilikada, fatva bir işlerde, qazilikada, hakimlikada. Uruşlarda mı ölge, canlarda? Tinçlik, kirişimlerde mi ölge? Bugün küllekte bu cemiyet, insan hukuku davakın hemmisi yalgan sakt pesikerliği aşkarladı. Ama İslam'da bu bir toxtam tüzgen, kirişim tüzgenimiz emel kılış, bu itiqat meselesi, perz meselesi. Bu mesele itiqat kıl zencirsimin bağlandı. Halkara münasibetlerde olsun ölge Peygamberimiz. İstihbaratçılık işlerde olup kalsın, Peygamberimizin hayat kalan bunu oldu ölüge. Hoş. Siyasi prensipte olsun, itiqat prensipte olup kalsın, ya ki insan vazgeçemeydiğen
zo'r ishlar bo'lib qolsa, buni mustahkam turish jihati o'lga. Davlat boshqarishda o'lga, odam tarbiyalashda, muallimchilikda o'lga, insonlarning ahvoliga rioya qilib muomala qilish o'lga, hammasini bir tayoqda emasdan sharoit to'g'ri muomala qilish o'lga, afzallik hukm bo'yicha qaysi mo'yin bo'lsa, uni oldiga so'rab harakat qilish o'lga, rahmidillikda o'lga, go'zal axloqda o'lga, adolat o'lga. Hamma o'lga chiqamiz chiqadi. Payg'ambarimizning hayoti qarab boqaylik. Payg'ambar alayhisolamning harakat mizon degan kitob qarab boqaylik, Uyg'ursiz bozor turib. Uningdan boshqa kitob qarab boqaylik. Buni musulmonlar boshqa vaqtda o'qiganmiz, bu Ramazonda bu Rasulullohning hayotiga bir cho'kish lazım. Qur'on bilan birlikda. Bu qanday payg'ambar bu? Davlatni qanday qurgan, insonlarni qanday idora qilgan, musulmonlarni qanday birlashtirgan. Nima uchun biz bugun birlashamaydik? Nima uchun birga kelamidik? Nima uchun g'oyimizmi o'xshash emas? Balkim o'xshashdi yoki o'xshash emasdi. Muhojirlarni misol qilib aytsak. Xo'sh. Bugungi chachalang'uliq, fikriy chachalang'uliq, ideyaviy qalaqlik yoki ideya to'qinishi, bir-birini e'tirof qilmaslik, bir-birini yiqitishga urinish. Bu ishlarning hammasi nimadan kelib chiqadi? O'rnak ruhi bo'lmaganlikdan. Payg'ambarimizning izzitin ma'miz deydigan bu ruh bo'lmaganligidan kelib chiqadi. Xo'sh. Chunki bu yerda o'rnak ko'payib ketdi. O'rnak ko'payib ketdi. G'arbningki siyosiy nazariyasida tutib mangadigan ish bugungi kunlikda vasitallamaydigan, o'zining nishoniga, maqsadiga uchun har qadar rezil vasita bo'lib qolsa qo'llanadigan bu ishni mubah, durust deydigan bu siyosiy falsafa bazat etganligi, bu qo'llanganlik uchun bugungi kunlikda ahvol turibdimiz. Ya'ni o'zimizning kimligidan bir-birlab chekinyapmiz. Da'vo qilamiz milliy kimlikni aytsa, bu millatning qimmat qarshi hujum qiladi. Birisi ona til to'xtamaydi dedi, lekin ona tilga qadr qimmatini qilmaydi. Ona tilda yozilgan qimmatli asarlarga hujum qiladi. Bu millat undaq millat, bu millat dedi. Yana bir tarafga hujum qiladi. Ya'ni bu ideya to'qinishining avjalishi sababi o'lliga ko'payib ketdi. Bir bo'liklarda mavzudonchilik ideyasi bor. Bir bo'liklarda Stalincha ideya bor. Bir bölüklerde İngilizce ideya var, yana bir bölüklerde yana birisi ideya var. Demek bir yerde ölge, örnek tutmadan bu köpeyip ketkendiken bu cemiyet parçalanmaktı. Bölünmekti. Bunun tafsilatına girmesek miktar. Hem gibimiz kayıtıp gelsek, kaysı bir Müslüman şirketler de olsun, ya ki sözler de olsun, ya yürüyüş duruşu da, ya ki ideyası da, ya ki dünya karşı da, yoki halal haram hukmida, yoki ijtimoiy munosabatlarda, yoki siyosiy faoliyatlarda Payg'ambar alayhisolamning o'lga deb e'tiqod qilmasa, xo'sh. Ham Payg'ambar alayhisolamning ko'rsatmalarini, sunnatlarini, hadislarini inkor qilib qolsa, bu odam Qur'onga karimga ishonmagan odam. Qur'on bu o'lga davasi yo'q, bo'lmaymi degan bu. Ya e'tirof qilmaydi. Zamanı katta bu Muhammedning bugun kunlikda G'arbning siyosati bilan, Sharqning siyosati bilan, yanimizning siyosati bilan ma'miz degan holat kelib qolsa, to'g'ri bo'lsin, xato bo'lsin. Bu inson to'g'ri yo'ldan chiqib ketdi degan. Albatta u bizning siyosat tamoman xato deganlik chiqmaydi mening gibimda. Biz e'tiqodimizga, kimligimizga qimmat qarashimiz uyg'un bo'lgan siyosiy nazariya, siyosiy falsafa, siyosiy hukm bo'lib qolsa, aqidamizga, kimligimiz, qimmat qarashimizga prinsipimizga kelmay qolsa, qabul qilib foydalanamiz. Bizning menejimiz aniq buni. Ama aqidimiz zikrildigan, kimligimiz zikrildigan, qimmat qarshi zikrildigan bo'lib qolsa, kimni bo'lish qatnasa, boshqalarning nazar har qancha faqirroq shu bo'lib qolsin, uni e'tiqod nuqtasidan, musulmonlik nuqtasidan uni qabul qilmaymiz. Shunga bu yerda har bir odam o'zi musulmon deb qaraydigan yoki da'vo qilgan bo'lib qolsa, bu o'rnakning kim ekanligini bilish lozim. Hech bo'lmagancha birinchi darajalik o'rnakni buni aniq bekitish lozim. Agar unday bo'lmasa, bugun qo'shib parokandichilik, chechalang'ulikdan bundan qutulib qolamiz. Xo'sh, xo'sh. Hakikaten. Şuna işqilib yuqoridagi shu so'zlagan oyat hakikaten insonni, yani Allah Qur'onida o'zining payg'ambariga, yani sizlarga eng yaxshi o'rnak ulga Rasulullohni ulgi bor deb shuni deb qo'ygani. Bugun qaysi namda, qaysi tonda, qaysi kimlikda so'zlasin, shu maxluqlarning har xil u yoq bu yoqdan chiqayotgan so'zlarninki, so'zluguvchilarning ahvoli qarasaqlam, ularning qanchalik to'g'ri manhaj, to'g'ri yo'ldan naqadar yiroqlashib ketganligini ko'rib olib bo'ldi.
bu kadar aniq oyatda ularga o'zi ikkita Qur'on deydi o taqamda. Shundaq deb turib Qur'onning bu javhiriga, bu xitobga bu xitobdan qanchalik yiroqligini o'zim his qilmagan shaklda bir hanga tushib ketayotgan mahluqlardir. Endi yuqoridagi nimada umumiy keng ma'nodan Rasulullahninki har bir ishimizga, mayli siyosiy jihatdan, mayli kundalik hayotimizdan ulgu ekanligini ko'rsatib o'tiladi. Bir musulmon payg'ambar alayhisolamninki hayotidan qandaq o'rnak olamiz bir qancha misollar bilan so'zlab tugatgan bo'lsak. Payg'ambar alayhisalom her qaysi jihatdan o'lgadi. Bu yerda cho'ng 3 nuqta bor. Birisi fikri yoki vahiyga munosabatlik doira. Aqliy jihatdan, jismiy jihatdan 3 nuqta bor. Bugun biz shu aqliy jihatdan qanday o'rnak bo'la oladi? O'rnak bo'lish yaramdi, yaramamdi. 20 asr kelgan chaqda payg'ambar o'rnak tushib qoldim degan mushunday bir misol olaylik. Yoki mushaq biroz to'xtalaylik. Allah Teala insanı aql, ruh ve cisimden ibaret 3 taraflı malat yaratgan. Her birisiga keraklik bo'lgan uzuqlarni bayon qilib bergan. Qur'on Karimda va payg'ambarimizningki ko'rsatmalarda. Masalan, aqlning g'izasi o'qishdir. O'qidi. Vaqt belgilab qo'ymadi. Aqling kelgandan ta bu dunyodan ketgan qadar o'qiysan dedi. Bu buyruq ko'rsatma. Bu insonning ixtiyor bo'lishi. Çünkü insan okumagan zamanın kendi kaldı, başkalarının kendi kaldı. Bugünkü Müslümanların başkalarının kendi kaldı sebebi bu buyruk amel kılmaganlık. 4 yıl okup 5 yıl okulamaz diplomunu aldım işçim tügde. Ya ki o unvan bu unvan işkendikellam asla meneki okuş vazifem tügde de üzün tarakki kıldırmaganlıktan bugün başkalarının kendi kaldı. Okuş, oylanış, tefekkür kılış bu akılınınki gızası. Ruhunun gızası ibadet kılış. Söygü muhabbet, tuyguluk buluş. Buna tepsilatı keyin toxtanamiz. Cisimning g'izasi bo'lgan bo'lsa, yemek içmek ve hareket qilish. Har birisida ko'rsatma bormiz. Allah Teala bu her birisiga o'lcham bekitdi. Va wada'al mizan. Allah tatqav bil mizan. Emis o'lcham. Allah bu o'lcham bekitdi. Oshirib etmanglar, kimaytib etmanglar. Ya'ni 3 narsaga tengsizlar, tangpongliq bilan muomala qilinglar dedi. Birisini yana birisidan oshirib etmanglar dedi. Mesela insan aqlning g'izosiga bek ko'ngil bo'lib, ruhning g'izosiga ko'ngil bo'lmasa, nima ish kelib chiqadi? Uning ruhi o'ladi. Qalbi qasovatlashib, bag'rtash bo'lib ketadi. Uningda tuyg'u deydigan yoki hissiyot deydigan narsa tuti yo'q bo'ladi. Agar inson ruhiy taraf ko'ngil bo'lib, aql ko'ngil bo'lmay qolib qolsa, angsız bir məxluq aynı. Angsız, yüzəki oylaydıgan, hem yüzəki qaraydıgan, hissiyatcan bir insan qaynanıb qaldı. Bugünkü bizdenki meselemizin bu. Bəzələ dini cəhətin dindarda görünür, ama aqlını işlətməyir. Təpəkkür qılma izlənməyir. Hem işki qayıdıb tutub gedidigandək. Bir yılda alem bulab gedidigandək muamele qıldı. Xoş. 4-5 yılınızda oturuğa çıkıvatkan köpün şuarla vaizlarının bir kısım vaizlarının ölümü emas, vaizlarının vakıraşları ya bir kısım kesbi olmagan faaliyetçilerinin teşvikatları milletine netçayda uğulap gidilgandak ya uyqutkusu bu kısıp olganda kayboqtırıp geldi. Hoş. Bu reallik. Ama bu cisim karsak insan gıza, aqlning g'izasidan bekrek, yoki aqldan bekrek, yoki ruhdan bekrek, jismiga ko'ngil bo'lib ketsa, buning nima yuz bersa, faqat shahvatdan boshqa, ya'ni nafsiy ishtaha, ya'ni ko'ngil tatgan narsani qilishdan boshqa, nafsidan boshqa hech narsa o'ylamaydigan hayvonga o'xshash bir maxluqqa aylanib qoldi. Agar aql, ruh jismning taqozzolarini, talablarini g'izat tampon tutolmay qolib qolsa, bu yerda bir tamponsizlik yuz berdi. Bu bugunki biz Şarq Türkistanlıklarını, yani Uygurlarını bir noktaga jamlayamayotgan, o'ttirga ekilib o'rtaq nishon harakat qildirilmayotgan, yoki to'saq bo'layotgan omil mishalik tamponsizlik. Bir bölükler sap aqlni tutib mansa qo'ldi. Tamam dinimiz buyuradi. Aqlni ishiltish, aqlni tashabbus qilish, harakatlantirish dinimizning buyruq farz modis farz. Bosh ustiga.
Ama onun bilan birlikte ruhninki taleplerini işe aşırışımız lazım. Ruhninki takazzasını hal qilish lazım. Bir insan bo'lish, bu dunyodagi g'oyamiz ne? Tonish uchun buni ishga oshirish lazım. Bu tangpungsizlik bo'lmaganlikdan, ya'ni tangpungsizlik kelib chiqqanlikdan bugungi aqllarning ko'payib ketishi, ideya to'qinishlarining avjilishi buning sabablaridan birisimi bu. Ama insan anglab bo'lib qolsa, mayli aqliga bo'lsin, ruhiga bo'lsin, jismi bo'lib qolsin, insoniyatning yetakchisi bo'lgan payg'ambar alayhisolamning hayotidan her bir qismiga o'ziga tegishli g'izosini, oziqligini topa olamiz, topadi. Payg'ambar alayhisolamningki aqlga qarta, ruh qarta, jism qarta berdigan ta'limoti, ko'rsatma oziqi bu xiyoliy narsamiz. Yoki faqat nazariya jihatdan bergandan ko'rsatmas. Balki payg'ambarningki hayotida, faaliyetlarda, pulsiyalarda, ish harakatlarda amaliy ko'rinib turadigan haqiqatlardan iborat. Payg'ambarimiz qarsak, payg'ambarimizning amaliy hayoti qarsak, insonning o'zi qarta qanday muomala qilishi, oila balchaqasi qarta qanday muomala qilishi, jamiyat qarta qanday muomala qilishi, millatiga qarta, davlatiga qarta, musulmon bo'lmagan insonlar qarta, musulmon bo'lgan qarindoshlar qarta, hatto jonsiz tabiat qarta qanday muomala qilish haqida ko'rsatmalar bormiz. Bu orqali mushu tushuncha, mush tasavvurlar orqali, dunyo qarashi orqali islom yoki payg'ambarimizning hayoti musulmonninki aqlini shakllantiradi. Agar biz siratga samimiy bo'lsak, yoki tafakkur nazari o'qiydigan bo'lib qolsak, hammasini dunyo qarashini aniq ro'shan chiqara olamiz. Xo'sh. Biroz taqimni elib aytgan vaqtida misol faqat aql to'xtalamiz. Rasulullohning hayotiga o'rnak qilib. Anglaq inson bo'lib qolsa, payg'ambar alayhisolamning hayotidan tahlil qilish mahoratini o'rganadi. Tahlil qilmayman, bir gap chiqib qo'yish manda ekan. Bugun kunlikdagi afsus, angsizlik, siyosiy sapaning tövelligi, axloqninki buzilib ketganligi, yana bir qanday sabablar tufayli bir gap chiqib qo'yish tekshirmaylam shu zimat bozor salish. Gapning maqsad nishonlari qaramaslik. Nimishqasi bu Rasulullohning tahlil qilish mahoratini bunu bilmagan. İşning sababini tekshirmaslik. Ama Rasulullohning qarshi ishning sababini tekshirish o'rganadi. Ishning maqsadiga qarash. Ishningki oqibatiga qarab ish qilish. Ish qildim deb mana. Men millat oldidagi vatan mas'ul ado qildim deb qilib qo'yganimdan u ishningki natijasi xatarliga olib boradigan bo'lib qolsa, gunoh yoziladi. Savob bo'lmaydi uni qilgash. Garchi o'zini nima nomidan o'ttirib chiqargan bo'lsin, uning qilgan ishi millatga ziyon keltirgan, ya ko'p sonliq insonlarga ziyon keltirgan, davlat ziyon keltirgan bo'lib qolsa, gunoh yoziladi. Tanqidiy tafakkur metodi payg'ambarimizning hayotidagi aqliy muhokama qilish usuli, masalaga yuzaki qaramasdan hamma masalani to'plab, jamlab bir butun qarash mahorati, munozara qilish mahorati, dushmanlar bilan sulh tuzgan, kelishib tuzgan, suhbat o'tkazgan qanday tuyg'uda yoki qanday pozitsiyada bo'lish mahoratlari, chatdan kelgan yoki sirtdan kelgan, ya'ni kofirlardan kelgan fikrlar bo'lib qolsa, buni qanday muomala qilish? Kofir bo'lganlar bir butun rad qilamdik u fikrni, yoki kofirning fikri bo'lib qolsa, taraqqiy qilgan deb hammani bir butun qabul qilamdik. Bunu qanday ayıraymiz? Nima asas ayıraymiz? Qaysini qabul qilamiz, qaysini qabul qilmaymiz? Mushlarning hammasi metod o'rgatamiz. Payg'ambarimizning hayot metod o'rgatdi. Payg'ambarimizning hayoti kasbiylikni, taxassuslikni, mutaxassis o'rgatdi har sahar. Sirat qarasak bu chiqib turib, buni misollar agar vaqt so'lmagan bo'lsa, buni har birisiga birdan akratdim. Xo'sh. Demak, payg'ambarimizning hayoti har jihati o'lga. Aqliyimizga o'lga, tafakkur jihatimi o'lga, ruhiy jihatimi o'lga, jismiy jihatimi o'lga. Bugun biz faqat shu vaqt munosabidan aqliy jihatdan buni bir az ishoratlarni berdik. Mush haqda biroz o'ylansa, qarindoshlarimiz payg'ambarimizning amaliyotda hamma sohada biz o'rnak bo'la oladiganligi, lider bo'la oladigan yo'lbosh ekanligini, buni o'lga bo'la oladiganligini to'lib yetadi. Xo'sh. Ko'pdan ko'p rahmat. Alloh razı bo'lsin. Qadrli ko'ruvchilarimiz, shuna qilib vaqtimiz o'tib qoldi. Nihayet ixcham bir şekilde sunuldu inşallah. Hakikaten bu ulug' Ramazan yuqorida mustasilab o'tdi. İşlerimizni chekib o'tdi, az qoldi Rabbim. Hayat bir şekilde 30 günni bu tuluq bu Ramazanni tutib loyiqida kutib olishga, o'tkazishga muyassar qilsin deb tilaymiz. Albatta, shunday bir ulug' kunlar, oylar kelayotgan fursatda
yuqorida so'zlab o'tilgandek aslida har birisiga nurg'unlagan misollar keltirilishi mumkin. Balkim oldimizdagi son programmamizdan biroz kirishimiz mumkin. Lekin qo'limizga olgan har qanday kitob mayli Rasulullohninki sirati so'zlangan, yuqorida so'zlab o'tilgan masalan payg'ambarimizning harakat mezoni deganga o'xshash va yoki boshqa qanchalar kitoblar tarjima qilindi. Rasulullohning butun hayoti so'zlangan. Buni faqat tarixiy kitob o'qib qo'yib bo'lgan voqealiklar manda bo'lib ekan degan asosda emas, balki uning ichidan o'zimizning kundalik hayotimizga, kundalik turmushimizdagi barliq qilayotgan ishlarimizga bir o meg'izni elib tafakkur qilgan, o'ylangan shaklda hayotimizga tatbiqlash asosida o'qish bizning hayotimizni texan bir mo'l mazmunga ega qildi va nurg'unlagan ajrlarga erishishimizga vesile bo'ldi deb qaraymiz inshaalloh bu ulug' kunlarda. Bununla tirishishinglarni umid qilamiz. Allah ömür berse aldığımızdaki son programda görüşürüz. Aman boğayslar. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu.